Andaqda bizningki shu language focus. Bizning shu tekstga savolashlar. Intayim muhim bo'lgan, naytib bilmasang bo'lmaydigan nuqtalar. Hamsa qaranglar. Okay. First, I never get up early on Sundays. Okay. Men azaldan qanaq taqvan yakshanba kunlari qanaq qilmayman, balda o'rnimdan turmayman. Okay. Demakchi, endi bu yer on Sundays deganimiz nima yer? Every Sunday. Demakchi, yakshanba kunlari, demakchi har yakshanba. Endi u har yakshanba qanaq qilmaydi ekan desanglar, balda o'rnidan turmaydi ekan. Okay. Mesela they never get up early on weekends. Hatta axirlari ular hargiz qanaq qilmaydi, balda o'rnidan turmaydi. Demak, har yakshanba kuni, demakchi har hafta oxiri ular qanday qildi ekan, keyin o'rinda turdi ekan. Demakchi on Sundays deganimiz bu shara every Sunday, har yakshanba. Har yakshanba. Okay. Har yakshanba. Okay. Endi bu sharaki hamda weekdays bo'lsa, weekdays deganimiz hamda hafta. Dushanba kuni juma bo'lsa weekdays bo'ldi vallah, weekends degan shu hafta oxirlari. Hafta oxirlari. Hafta oxirlari deganimiz shu shanba yakshanba, shunama Saturday and Sunday. Okay. You know, I sometimes stay in bed until lunchtime. Men ba'zida tush tamoqcha qanday qilaman? Karvatda yotib beradi. Stay in bed degan karvatda yotmoq. Okay. Ana bu sharika stay deganimiz nima? Uzun bir harakat, shunami? Bir Changdongzo deb qo'yiladi hamda buni. Bu nima deysanglar? Shu manchaqcha qanday qilaman? Qanday qilaman. Demakchi, shu until ni ishlatganda birga uzunroq qanday qilamiz deysanglar? Harakatni ishlatamiz. Masalan, I sometimes don't get up from bed until lunchtime. Okay, endi bu yerga don't get up ana ishlatganda ma'ni qanday deysanglar? Qilganga. Okay, endi bu yerda diqqat qilgan bir nuqta, endi bir uzun harakatni ishlatganda keyingi nima qilamiz? Until. Okay, mesela qachaqchani uzun. Mesela stay in bed until shunami? Okay. Bu nimaga tang desanglar? Mesela qisqa harakat shunami? Qisqa harakatning oldiga naqni qo'yganga tang. Mesela I sometimes don't get up from bed until lunchtime. Okay, until lunchtime. Mesela qaranglar. You know, I didn't blah 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 until 2 p.m. Okay. Hamda bu nima degan gapni desanglar, men ishki bo'lganda undan keyin qanday desanglar, tushdan keyin ishki bo'lganda undan keyin ayrildim. Demakchi hamda men yerga I didn't leave until 2 p.m. Okay. Hamda leave degan ayrilmoq. Nima bir qisqa bir harakat, shunami? Qisqa harakatga qaraganda oldiga inkor qilamiz. Agar uzun harakat bo'lgan bo'lsa-chi, qat'iyasak bo'ladi. Okay. Ansmacho, endi uni nima deymiz desanglar? I waited until 2 p.m. Demak, ishkigacha qada qildim, saqladim. Endi demak, ishki bilan men olib ketdim, saqlamadim degan gap qo hamda. I waited until 2 p.m. yoki nima? I don't leave until 2 p.m. Demak, endi savolga qaranglar, demakchi uzun harakat bo'lib qolsa until ni ishlatamiz, agar qisqa harakat ishlatib qolsak cho'qima yoki natni qatamiz yoki inkor, shunami? Inkor. Tushuningizmi? Okay, right or wrong? Hamsa bir hukm qilib beringlar. I get up until lunchtime. Okay. Okay, I get up until lunchtime. To'g'rimi? To'g'rimi? No, right? Ma get up degan ayt qisqalan bir harakat, shunami? Men tush tamoqcha o'rnimdan turdim. Okay, endi bu yerim kun qilgan ish emas bu endi bu. Ya, demakchi I never get up until yoki I didn't get up until lunchtime. Shunami? Oh, sorry. Ikkinchisi nima edi? I stay in bed until lunchtime. Demakchi men tush tamoqcha karvat qanday qildim, yotdim. Demakchi mana bu uzun harakat qo'y. Ama bo'ladi. Masalan, I left until 2 p.m. Okay. Endi mana left. To'g'rimi? No. Shunami? Left degan aytdi qisqa harakat. Men I didn't leave desak bo'ldi, shunami? Yoki I never yoki I didn't leave, shunami? Okay. I think so. I stayed until 2 p.m. To'g'ri. Chunki stay deganimiz turmoq. Ayt bir uzun harakat, shunami? Bo'ladi. Masalan, I stopped working until midnight. Okay, endi mana stop degan qisqa, shunami? Mana xato qildi. Demakchi I didn't stop working until midnight. Until midnight.
King'scha. I didn't work until midnight. Okay? And the America, I didn't work. And the mani mersala doğru. And the king seni mersala gentencu. Demekçi his duygu. Ama şu cümleleri demekçi. Pah nimi degen. Degen için ama. Again mesela the dog is nice. Elbette shit bolsa intayin yaxshi, belanishdi. Okay, and nimi degen belashdi degen nima deymiz? Okay, the nice dog is. Okay, and the aldığa ama have na qatsak nima bo'lar sana? How nice the dog is. Okay, how nice the dog is. Okay, and the bishara qilg'ashimiz nima sana? Birinchi bo'la mush keyindagi nice degan sifatni qanday qilamiz? Oldiga etishimiz. İga xabar to'ldiruvchi. Endi bu yerga shu nice adjectiveni qanday qilamiz? Birinchilab oldiga chiqamiz. Shunami? Igini oldiga chiqadi. Adjective. Okay. Ona degan nima deysan? How kelgan gap. Masalan, how nice the dog is. Voy nimga o'lmoq bola bu. Okay. How okay, cute, sorry. How cute the boy is. Voy nima degan go'zal bola bu. Nimga o'lmoq bola bu, shunami? Okay. Voy nima degan qiziqarliq dars bu. Okay. How interesting the class is. Shunami? Masalan, the class is very interesting. Shunami? His class is interesting. Demek ham nima shariki? Okay. Shuna o'zgartirgan gap. Okay. All right. As qaranglar, the dog runs fast. Bu shit practice yuguraydi. Undaqda qanday qilamiz? The how fast the dog runs. Okay. The how fast the dog runs. Birinchi bo'lib nima deysan? Ashadagi fast degan pishtin oldiga chiqdik. Shunami? Uni oldiga how qilib qo'ysak narsa bo'ldi. Yoki how fast the dog runs. Shunami? How fast the dog runs. Okay. Endi bu what bilan boshlangancha. Okay, and the what bilan boshlangan qanday desanglar, what dan keyin a and n. Demakki agar sanig'ini olib qolsa, oldiga a yoki n olamiz. Tushunami? Uni degan xabar. Masalan, it is a nice bag. Okay. Endi birinchilab qanday qilamiz desanglar, a nice bag deganni ismni qanday qilamiz? Oldiga yutkaymiz. A nice bag it is. Onun keyincha what ne qanday qilamiz desanglar, what a nice bag it is. Okay, what a nice bag it is. And the what bilan boshlangan ism keldi, tushunami? Agar how bilan boshlanib qolsa, bu how bilan boshlanib qolsa, keyindagi sifatni oldiga olamiz. Masalan, how fast the dog runs. O'xshash, tushunami? Okay, how fast the dog runs. Xo'sh, Shamsa ma'lani bir mashq qilib baqaylik. Mashq qilsak, qarasanglar bo'ldi. Masalan, she's a clever girl. Okay? She's a clever girl. Endi ma'ni o'zgartirsak, what a clever girl she is. Okay? What a clever girl she is. Demakchi, a girl in yutganimiz nima? I think so it's an interesting book. What do you mean? What an interesting book, like story it is. And demek ham nima shada, ama interesting, ama nima bilan boshlandi? Boshlanig'ini, ama oy bilan boshlandi. Bu suzuqda o'sharpa, shuni anni qo'ydik. Okay? They are nice bags. Ana ma'ni o'zgartirib o'tsak-chi desanglar, nice bags they are. Agar ko'plik shakllash, they are nice bag and nice bags they are. Okay, and nima? What nice bags they are. Okay, and the man on what bilan boshlanadi? What adjective, uni keyin sanag'anasi bo'lganlarningki ko'plik shakli, uni keyin igisi xabari. Hargiz hisoblanishga tushundingmi? Okay. Xo'sh, masalan, it's a bad weather. But I don't know nima? Bad weather it is. Amacho, what bad weather is it? It is. Shnama, what bad weather is it? And the ma'oni bersanlar, sanag'ini bo'lmaydigan ismlar. Okay, sanag'ini bo'lmaydiganlara what, undan sifat, undan nima? Sanag'ini bo'lmaydigan ism, iga xabar. Naq ma'niki bu shakli. Xo'sh, Shamsa, shu what bilan how ni, mushlarni to'ldirib bir mashq qilib baqaylar, vallah.
Birinchisi nima ekan desam, terrible weather is. Okay? Terrible weather is. Okay, endi buning shaklida nimaga mos keldi ekan? How. Nima uchun? Agar keyinda masalan that is yoki it is iga xabar munosabati bo'lsa keyinda. Okay? Ondan keyin u qanday desanlar, bo'lgan gap. Shunaqa masalan how and the weather is terrible shunami? Demak, sifatni oldiqlamay chiqdi, shuni bilan how ni qo'yamiz. Okay. And the keyingisi ko'rsatamiz what. Okay. Masalan, it is a delicious food. Okay, demakchi the delicious food. Agar ma keyindiki shu nimani yetkazagan gap. Shu food degan oldiqlamay yetkadik, to'ldiruvchi bo'lib kelganda. Shuni bilan nima desanlar, what a delicious food. Keyingisi the big apple. Masalan, it's a big apple. Tushunami? It is a big apple. Ana how bilan boshlangandan bir alaylik balla. Iga BP'li undan keyin sifatlar. Tushundingmi? Shu sifat bilan oldiga yetkazib qo'ygan bo'lsak, bu how-ni ishlatamiz. Agar sifat bilan tang bir ismni yetkazgan bo'lsak, what ni ishlatamiz. Masalan, what a big apple. Va big degan sifat shunami ikkisi bor. Ya'ni bir ism bor yerda. Shuna. Keyingisi cho'rasanlar, okay, interesting books they are. They are interesting books. Amma they are ni keyinda nima ekan aslida? Books bor ekan, ism bor ekan, bu aniqlar nima what? What interesting books they are. Okay, what they are. Demak, endi ashunasi ismdan bo'ldi ekan, endi ashuni tanlaymiz. Keyinchi clever boy he is. He is a clever boy. Okay? Endi mana nima desanlar? How. Okay? How. Demak, avval clever qanday qildi desanlar? O'tkirib keldi. Clever. Okay? Clever. Xo'sh, Shamsa, keyingisi qaranglar. Who's knocking at the door? Okay, sizlarcha kim ikkinchi kelayotganda? It's me, Santa Claus. Okay, it's me, oy woman, Santa Claus. Agar yerga Santa Claus degan nima desanlar, bu nima bo'y? Rojdestvo bo'y. Okay, Rojdestvo bo'y. Agarda sağlaşlar shu ish chekayotgan ya sirtdan olinayotgan odamningki salohiyati to'g'risida aniq uchur bo'lmagan ahvolda aytni ishlatamiz. Okay, it's me, shunami? Okay. All right. Okay, guys, let's look at the grammar focus. Ansi sağlaşlar. Ansi bugungi darsimizniki grammatik nuqtasi qaraylik. Okay, endi bugun simple present tense bilan simple present continuous. Bu shu oddiy hozirgi zaman bilan shu oddiy davomlashayotgan zaman ustida to'xtalamiz. Aniqmi? Ma jumla qarab qo'yinglar. Bu jumla qarab qo'ysak, I go to school every day. We play games on Sundays. You know, he drinks milk in the morning. Degandek. Endi bu nima desanlar, bular asosan oddiy hozirgi zaman. Endi oddiy hozirgi zaman degan nima? Deganga bir aniqlashtirib kerak. Oddiy hozirgi zaman deganimiz hamda shu ish harakatininki qanday desanlar, doim yuz berib turgan, shu odat xarakterlik ishlarni ifodalaydigan, ondan sirtimiz har xil tabiatdagi har xil qonuniyatlarni davomli takrorlanib turadigan ishlarni ifodalaganda nahmu shu oddiy hozirgi zamonga tayinamiz. Masalan, I go to school every day. Demakki, siz davomli borsiz. Burunmi bordingiz, hozirmi borsiz? Kelgusim qanday desanlar, bordigan gap. I go to school every day. Okay, men har kuni qanday qilaman? Maktabga boraman. Yani we play games on Sundays. Biz yakshanba kunlari o'yin o'ynaymiz. Tushunami? Demakchi, bu shahar yakshanba bo'lgan narsalar davomli odat xarakterlik mushlarni takrar qayta qilsanglar, nahmu shu we play games on Sunday. Nahmu shuni ana ishlatishlar. Okay, nahmu shuni ishlatishlar. You know, he drinks milk in the morning. O odatda qanday qildi? Ataganda sut ichadi. Demak, sut ichish uningga qanday desan odati. Burunmi ichdi, hozirmi ichdi, kelgusida ma'lum bir vaqt qanday qilsanlar ichish mumkin. Demak, hamda shuningga o'xshash har xil hamda shuningga o'xshash qayta odat xarakterlik, qonuniyat xarakterlik bo'ladigan yuz beradigan ishlarni ifodalaganda o'sha oddiy hozirgi zamonga tayinamiz. Masalan, yer shari quyoshni alda barakat qiladi. U nima davomli bir qonuniyat. Hamda bugun toza yer sharining voy bugun toza kayfiyatim yo'q bo'ldi. Men bugun aylanmay turay, bugun bir kechroq tuzim yo'qda demaydi-ku. Davomli aylandi.
keç gündüz ağrıladı, kanun ettik bulduğun gibi. Demek, muşnun okşaş işlerini hazırlık zamanға tayinip bulduğun gibi. Okay, and the they are running, I'm typing a letter now, my cat is sleeping at the moment. Demek, mağın emeli salın yakmış vakitte 101 atkanış. Mesela I am teaching now. Okay, men hazır qanday qilyapman? Ders o'tyapman. Okay, balkim siz bu film ishlanib qolgandan keyin siz qanday qilyapsiz? Anglayapsiz, deymi? You know, you are taking the class. Okay, or you are watching video class. Okay, siz qanday qilayotgan bo'lsangiz, naqd shu video darsni anglayotgan bo'lsangiz, shunami? Anglayotgan bo'lsangiz. Demek ki muştan kelganda qanday qilmaysiz desangiz sağlaşdan. Masalan, my cat is sleeping at the moment. Hozirgi mushu paytda, demek ki naq mushu vaqtda bu ishlarniki 101 atgan narsa bo'lsa, nima desanglar, mushu ing shaklini ishlatamiz. Okay. Okay, endi bu yerda it, she, he. Okay, endi mushu egillari, mushular, onundan eng muhim narsa qanday desanglar, oddiy hozir zamonninki esqatish. Okay, abay tilg'anlik mesela mani ko'rib turibsizlar. It, she, he. Okay, men it deganimda nima narsalar? Jonsiz narsalar, hayvonotlar, mushlarga it keladi. Okay, she nima? Ayol kishi, he er kishi yoki o'g'il. Endi mushunga qatqanda mush fe'llarning oqiga asqatimiz. Voy qanday qatimiz? Qanday qatimiz mana? Asla iyasli keldi shunami? Ko'pinchisininki asqatimiz. Undan keyin ba'zi narsalar bor. Okay. Masalan, oxiri o, ch, sh, x deganlarni-chi, moshning oxiriga i asqatimiz. Qaranglar, masalan, go, goes, shunami? Wow. Okay. Ma PPT-niki ma yana bir kompyuter qo'yg'achqa toza qo'llamay chiqibdi. Hammasiga ES qatqa, vallahi ma'lumsiga hammasiga ES qatimiz. Qaranglar, go, goes. Shunami? Do, does, watch, watches, teach, teaches. Okay. Ana ES ni is deb talaffuz qilamiz. Okay. Is. Okay. Qanday talaffuz qilamiz? Is. Masalan, watch, watches, teach, teaches, match, matches, catch, catches. Okay, catch degan tutmak, match deganimiz nima? Match deganimiz hamda. Okay, buningki musobaqa, musobaqalashmak. Onun ekandan bir tutashtirmoq, shunami? Okay, wish, wishes, wash, washes. Okay, wash, washes. Demakki O, S, SH, CH, X. Okay, mushlarga nima qatildi? ES qatildi. Buni talaffuz qilganlar nima desanglar? Is deb qatimiz. Is deb qatimiz. Okay. Undaqda oxiri y bilan oxirlashgan. Oxiri y bilan oxirlashgan. Endi shu y ning oldidagi harf uzuk tovush harfi bo'lgan. Okay. Uzuk tovush harfi qaysi? Mana shu 5 uzuk tovushdan boshqalar uzuk tovush bo'ladi. Masalan, A, E, O, U. Okay, degandek A, E, I, O, U. Okay, mush 5 uzuk tovushdan boshqasi 21 uzuk tovush harfi bo'ldi. Janoblar? Wayning oldida masalan study. Good. Endi bu yerga study shunami? Study, studies. Hurry, hurries. Carry, carries. Worry, worries. Endi bu yerga yozildi. Endi bu yerga shu wayni nimaga aylantiramiz? Ayga o'zgartib, keyiniga i asqatimiz. Janoblar, ayga o'zgartib, keyiniga i asqatimiz. I asqatimiz. Okay? O'rganmak, hurry oldirmoq, carry ko'tarmak, shunami worry yansirmak. Okay. Endi men keyingi joyda masalan stay, lekin uning oldida so'zuq tovushlar bo'lib qoldi. Masalan stay, play, say, pay buni o'xshashlarni nima qilamiz? Asqatib bo'lgan gap. Qaranglar. Asqatdik. Asqatdik. Okay, demak hamda shunga o'xshash oxiri y bilan oxirlashgan. Uning oldida yuanzimo degan nima? Shu so'zuq tovush harfi. A vowel sound deymiz. Vowel sound. Okay. And the malarninki alayda shakli bor. Have-ninki nima? Has. Okay. B-ninchi shu BP deshunami? Am is are. Okay. And nima keyingi qismi work. Malninchi. Okay. Work, works, sit, sitters, start, starts.
Stop, stops. Okay, and then what I'm saying, okay, and some okay, he, a teacher in a middle school. Again, the man of the BPL said, he's a teacher in a middle school, right? Okay, what about Tom? Okay, Tom L. Look L dedik shunami. Endi buni qapishni chafirlik o'qishimi? Tom looks L. Qaranglar, og'rib qolgan akirda. Demak endi bidonsiniki o'sha amizarni qatimiz, undan keyin qag'allarga qarata do'msizlarga, har xil shedonlar bor. Shu bir alaylikni ko'rsatadigan o'sha hozirgi mavjud bo'lgan alaylik masalan looks seems degan qaramoqqa seems degan bunda umumiy ma'noda shunda da ko'rinadi shunda sound anglamoqqa bunday bo'ldi degandek mushlarga nima qilamiz asqatamiz. Okay, masalan he helps other or dime nima bo'ladi always shunami he always helps others shuna u doim qanday qildi boshqalarga yordam qildi. Okay, what about he often helps others? U ko'pincha vaqtda shunami doimligida yoki nima he usually helps others. Okay, usually deganimiz hamda umuman o'xshash shu often bilan asosan o'xshab qoldi. Endi ba'zida bo'lsa-chu. Okay, ba'zida deganligini bilsam sometimes okay, yana-chu he azaldun boshqalarga yordam qilmaydi nima he never helps others. Okay, he never helps others. Okay, endi shunga o'xshash shu ravishlar. Okay, amsa qaranglar, the boy goes swimming every 2 days. Shunami? Okay, and every 2 days. Masalan, Kathy has an English class on Mondays. Okay, and every 2 days on Mondays deganimiz ham nima deysanglar? Shu odatda shu holatni bildiradi. Shunami? Okay, shu odatga davomli takrorlangan odat shu jo'ngi deb qo'yamiz. Shu altini shunami? Ko'pincha vaqtlar o'rinlarning bo'lib keldi jumlalar, holat bo'lib keldi. Shunami? Masalan, every 2 days. Demak, har 2 kunda bir. Shunami? On Mondays har nimaga kunlari? Dushanba kunlari. Okay. As much of, Tom gets up very late and doesn't have breakfast. Okay, I'm the one on the every day Tom gets up, very late and doesn't have a breakfast. Okay, breakfast. What am I and he often plays badminton. Okay, and then on Sundays, okay, they make on air, on Sunday or on Sundays. Badminton. Okay, badminton deganimiz hamda shu yumoch pay top o'ynaydi. Okay. Endi bu yerga o'sha shenda teaching bo'lsa qanday desanglar, o'sha hozirgi davomlashayotgan zamon shunami? Demakki, hozirgi davomlashayotgan nimani qanday ifodalaydi? Masalan, uni kerakli ing qatimiz. Masalan, doing shunami? Bu ing ni qatib baqilay. Masalan, teach, teaching, read, reading. Okay, shunami? Read, reading, watch, watching, sing, singing, laugh, laughing. Okay, sing naqsh etmayapti. Laugh, kulmak, kulyapti. Read, o'qimak, o'qiyapti. Teach, dars o'tmak, dars o'tyapti degandek. Okay. Endi oxiri i bilan oxirlashgan bo'lsa, ing qatqanda qanaqa qilamiz? Ani, ini ep tashlab o'tib, qanaqa qilamiz? Ing qatimiz. Masalan, dance, okay? Okay, dance, dancing, smile, smiling, write, writing, give, giving. Hammasi i bilan oxirlashgan, ini tinlab o'tib, qanaqa qilamiz? Ing qatimiz. Ketdi. Mana ing ketdi. Give, giving, live, living. Shunami? Okay, hamda mushu oxirini qo'sh nima bo'ldi? Endi bir bo'g'imliq. Endi ko'pinchisi nima dersanglar? Okay, mushu oxiri bir bo'g'imliq. Hamda mush tarkibida bir tallam so'zliq tava sharti bo'lgan. Okay, yoki ikki tal bo'lgan. Okay, ikki tal. Masalan, ikki bo'g'im bir tal bo'lsa, bir bo'g'imliq bo'ldi, bir bo'g'imliq, ikki bo'g'imliq. Masalan, stop, bir bo'g'im. Okay, forget, get ishga bo'g'im shunami? Masalan, beautiful bo'lsa balla. Beautiful degan to'rt bo'g'im bo'lib kelsa bo'lmaydi. B U
beautiful, beautiful. Ma to'rt bo'g'imga bo'linib ketdi. Shundaymi? Agar ma begin ma ishki bo'g'im. Endi bu bir bo'g'imlik ishki bo'g'imlik so'zlariki, hamda u bo'g'im nimasi oxiridan sanaganda ikkinchi o'rinda bo'lsa. Oxiridan sanaganda ikkinchi o'rinda bo'lsa, buningki eng oxirgi shu harfni, ya'ni ushbu shu nima harfi? Shu so'ziq oyoq uzuk tovush harfini qanday qilamiz bir qaytlab buningga anjaqatimiz. Masalan, ketdi ya. Masalan, stop. Stopping. Begin, beginning. Run, running. Hit, hitting. Sit, sitting. Swim, swimming. Swim, swimming. Forget, forgetting. Put, putting. Shop, shopping. Cut, cutting. Demek ki to'xtatmak, başlamak, jugamak, umak, o'ttamak, so'zmak, unutib qolmak, qo'ymak, mal setib olmak, kesmek, kat. Mushularga qana qildi? Ashdan keyinga bir qaytlab undan keyin qana qadimiz. Okay. Qarang, it's raining again. U yana ham qo'yibdi. I'm still having breakfast. Hani muşlarını verirsen nak muşu şenda cinsininki. Okay. Andı müşarekem şenda cinsininki. Adıp davamlı çatkan zamanınki. Andı bunu inkar kılmakçı olsak qana qılmaysan muşu natna qetiversek lan olur nat mesela am is are BP'ninki eniga natna qetiversek. Mesela it's raining. It's not raining. Okay. Yana I am teaching. I'm not teaching. Şunama I'm not teaching. Okay, I'm not teaching. Good. Ana qaralım valla. What are you? What are you doing? Okay, I'm having breakfast. What are you doing? I'm having breakfast. Nama? Okay, andı müşariki. Müşahatta şu şenda cinsini ifadelerganda müşahatta almış atkan zamanı now keyinga qanday qildi? Bunun şeklini verirsen WH bilen başlanan sual şeklisi mesela what, when, where, how degende şunları. Okay, onun ikinci BP ile. Am is are. Onun ikinci desenla ing. What are you doing? Okay, baş bölekler. Okay, mesela hurry up. Okay, hurry up. Okay, nime? I'm coming. Yana bir gap savollashlar. Mushu hozirgi davomlashayotgan zamondagi mushu yaqin kelgusida o'rinlashtirib qo'ygan ishlarga nisbatan mushu kelgusini ifodalaydigan shaklim bor. Masalan, mushu yaqin kelgusida o'rinlashtirib qo'ygan ishlarga nisbatan kelgusida yaqin kelgusida yuz bermoqchi bo'lgan ishlarga mushu nishman. Masalan, hurry up, I'm coming. Okay. I'm coming degan nima desa, men birdamdan borman. Men ketyapman demakchi, men bormoqchi degan gap, ha? Agar ikkinchisi I am leaving for Beijing tomorrow. Okay, endi hozir ketyapman-da, yo'q. Men erta Beijing bormoqchi. Demak, yaqin kelgusida sizlar o'ylab o'ralashtirib qo'ygan ishlarga nisbatan anim keldi desanlar, o'sha hozir davomlashayotgan zamondagi kelgusini bildirdi. Kelgusi zamonni. Masalan, I'm leaving for Beijing tomorrow. Men erta Beijingga yo'lga chiqmoqchi. Demak, Beijing uchun arilmoqchi, Beijingga bormoqchi, shunami? Oh, that is great. When are you leaving? Okay, when are you leaving? Oy, qachon yo'lga chiqmoqchi? Okay, and he's dying. He's dying. Oh, uylaydab qoldi deydi. He's dying. Oh no. Demakchi, bilab ketmoqchi demakchi. Shunami? Okay. You know, I'm to see you. I'm coming to see you. I am coming to see you. Demak, endi bu yerga men sizni ko'rgilik yo'qligini ketib borman. Ketib borman, shunami? Okay. And so, but practice you fill in the blanks with the proper form of the verbs. Okay, and so, I didn't know how to do it. Okay, the teacher had showed me how. Okay, until demakchi muallim menga qanday qilishni ko'rsatib qo'ygacha men uni bilmadim. Shunami? Okay. And an interesting story it is. Okay, what an interesting story it is. Okay, interesting story. Okay, and the what kilamdu, how kilamdu, yaka what and kilamdu. What an interesting story it is. I got how keep qapqasa baqat nima This story
interesting story is bo'lib qolsa shundaymi? Bu shu eng oldiga yo'tkaydiganimiz faqatlam nima desanglar, bu yerga sifat bo'lib qolsa how interesting it is. Yoki how interesting story it is. Yoki story is bo'lsa, shu kelish kerak. Undan keyin endi story sanog'ini bo'lg'asam, shunga endi qo'ydik. Keyingi number 3 is grammar sometimes qanaqli comes to see us. Sometimes demakchi always, often, usually, sometimes mush narsalar kelsa cho'qim oddiy hozirdan bo'ladi. Ko'pincha ifodalaydi. Shon grammar sometimes comes to see us. Okay. All right, amsa bugungi darsimiz musharicha bo'lsin, savodashlar.